Assalomu alaykum sahifamiz obunachilari. Navbatda kotyollarimiz tayyor bo'ldi mana. Bu kotyollarimiz gazga ishlaydigan kotyollar. Bu kotyollarimizning qanday ishlanishlarini bir qator ko'rsatib o'taman. Mana birinchi kotyolimiz 150 kvadratga bemalol bo'ladi. 150 kvadrat degani 5 xona, 4 xona joyingiz bo'lsa, bemalol shu kotyollarni qo'yishni tavsiya qilamiz. Bizning brend Amu Teplo brendi, telefon raqamlarimiz. Bu kotyollarimizning listlari ishlari 2,5 degan listda ishlangan, sirtlari 3 degan listda ishlangan. Ochiq sistemalarga moslangan kotyollar, yopiq sistema meniki desangiz, qalin listlardan qorni shishmaydigan qilib yopiq sistemaga moslab ishlab beramiz. Navbatdagi kotyolimiz 200 kvadratli xonadonga bo'ladigan kotyol, ya'ni 6 bateriya, 8 bateriyali xonalarga bemalol bo'ladi. Bu kotyollarimizning ham listlari ichki tomoni 2,5 lik listlardan ishlangan. Bu kotyollarimizning sirtqi tomoni 3 lik listlardan ishlangan. Hozirgi kunda hamma kotyollarimiz yangi listlardan ishlanmoqda. Eshiklari mana 4 lik listlardan qilinadi eshiklari. Navbatdagi kotyolimiz ulam gaz kotyol. Hozirgi kunda dim trendda turgan kotyolimiz bu. Ko'p aholiga razmeri to'g'ri keladi nimaga deganda. Bu kotyolimizni 6 kitobli deb hamma ko'p odam eshitgan buni. Bu kotyolimizning 6 ta kitobi bor, 6 ta. Mana bu kotyolimizning ichi bo'ladi bu. Kotyol olayotganda maslahat beramiz, ana shu kitoblarni sanang. Shu kitoblar kam bo'lsa, kotyol ekonomishni bo'lmay qoladi. Mana bu kotyolimiz 250 kvadrat xonadonga bo'ladi bemalol. 10 bateriyali uylarga bemalol bo'ladi. Bu kotyolimizni xohlasangiz ichini ham sirtini ham 3 lik qilib beramiz. Hozirgi kunda bularning ichi 2,5 lik, sirti 3 lik listlardan qilingan. Navbatdagi kotyolimiz o'tin ko'mir ham yoqsam bo'ladimi deb ko'p odam so'raydi. Gaz bor menda, lekin oz deydi. Mana shu odamlarimizga bemalol bo'ladigan kotyolimiz mana. Ko'mir joyi katta. Shu joydan ko'mirni yoqasiz, shu joydan kulni olasiz pastdan. Bular tozalash eshiklari. Mana bu kotyolimizning ichi, shu kotyolimizning 6 ta kitobi bor. Bunda ham 6 ta pastidagi katta bo'lib turgan joyi